Professional mashg'ulotlar bazasi. Bir kishi daraxtning orqasida berkinib turibdi. Mashg'ulotni videoga olib, behid. Hech kimga bilintirmay. Southampton Wembley'dagi Championship playoff finalidan 5 kun qolganda chetlatildi. Ular 3 ta klubning Middlesbrough, Oxford, Ipswich Town mana shu jamoalarning ketidan shpionlik qilishdi. Lekin bittasini ham mag'lubiyatga uchrata olmadilar. Shunga qaramay, playoff finaliga chiqishdi. Keyin esa hamma narsa boy berildi. Hech kim aytmayotgan bitta gap bor. Southampton Middlesbroughga bildirmay uning mashg'ulotlarini videoga oladi-ku, o'sha video yo'q. Ayg'oqchi dalilni yo'qotish maqsadida videoni o'sha zahoti o'chirib tashlaydi. Sal o'tib Southampton yarim finalda g'alaba qozonadi. Ya'ni ularga hech qanday videoning keragi yo'q edi. Lekin Southampton oxir-oqibat Wembley'dagi joyini Middlesbroughga bo'shatib o'tiribdi. Middlesbrough yarim finalda yutqazib qo'yganidan keyin ko'ch-ko'ronini yig'ishtirib orqaga qaytayotgan edi. Lekin 4 kun o'tib ular finalga yo'l olishyapti. G'irromlik qilish Southamptonga hech qanday ustunlik bermadi. Aksincha, atrofdagi hamma narsaga zahar sochdi. Xullas, Southampton finalga chiqish uchun josuslik tizimini barpo qildi. Qandaydir shpionlik operatsiyalarimi? Hull City esa shunchaki Millwallni mag'lubiyatga uchratdi. Ya'ni maydonda. Bugun 250 million AQSh dollari qaysi yo'l mukofotga loyiqligini hal qiladi. O'zingizni uzmang, ta'qibda qoling.